Endilikda ta'lim va amaliyot uyg'unligiga qaratilgan yangi tashabbuslar yanada kengaymoqda. Toshkent davlat yuridik universiteti hamda ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi axborot texnologiyalari markazi o'rtasida imzolangan hamkorlik memorandumi bu boradagi muhim qadamlardan biri bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz tanishtiradi. Toshkent davlat yuridik universiteti hamda ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi axborot texnologiyalari markazi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Shu munosabat bilan tashkil etilgan uchrashuvda Toshkent davlat yuridik universiteti rektori professor Baxshullo Hajjayev, axborot texnologiyalari markazi direktori Sanjar Tursunov hamda ikki tomon mas'ul xodimlari ishtirok etdilar. Tadbir davomida axborot texnologiyalari, raqamlashtirish, raqamli huquq va kiberxavfsizlik sohalarida zamonaviy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlash, ta'lim va amaliyot integratsiyasini kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. 2026-2027 o'quv yilidan boshlab Toshkent davlat yuridik universitetida raqamli huquq xalqaro yo'nalishi bevosita tashkil etilishi belgilangan va aynan ushbu yo'nalishni bitirgan talabalar bevosita kelajakda raqamli huquqshunos sifatida shakllanishi va ularda albatta tashkilotlarda kiberxavfsizlikni huquqiy tomondan tartibga solinishi va kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishda huquqiy munosabatni shakllantirish asosiy vazifa qilib belgilandi. Ta'kidlanganidek, bugungi raqamli taraqqiyot davrida huquqshunoslardan nafaqat qonunchilikni chuqur bilish, balki axborot texnologiyalari, kiber huquq va ma'lumotlar xavfsizligi sohalarida ham yetarli bilimga ega bo'lish talab etilmoqda. Shu bois ta'lim jarayonini zamonaviy IT amaliyot bilan uyg'unlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Memorandum doirasida talabalar uchun tanishtiruv va malakaviy amaliyotlar tashkil etish, shuningdek qo'shma ilmiy amaliy loyihalar, seminarlar, treninglar, mahorat darslari va davra suhbatlarini o'tkazish rejalashtirilgan. Shu bilan birga dual ta'lim elementlari asosida talabalarning nazariy bilimlarini amaliy jarayonlar bilan uyg'unlantirish imkoniyatlari kengaytiriladi. Ushbu memorandum imzolashning asosiy maqsadimiz kelgusida o'quv yurtida olib borilayotgan ta'lim yo'nalishlariga markaz bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish, talabalar tayyorlashda bevosita qatnashish, kelgusida o'quv yurti bilan bu borada belgilangan qoidalar asosida ishlash niyatimiz bor. Mazkur hamkorlik raqamli xizmatlar sifatini oshirish, kiberxavfsizlikni mustahkamlash, IT yechimlarini keng joriy etish hamda sohada innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.